Haqiqatdan ham Germaniyaga bora olamanmi? BFD dasturi qanaqa dastur? Nemis tili bilimisiz ham dasturda qatnashsa bo'ladimi? Salom do'stlar, bugun uzoq kutilgan videoda BFD dasturi haqida to'liq ma'lumot berib o'taman va bu video sizga juda foydali bo'ladi degan umiddaman. Videoni boshlashdan avval o'zimni tanishtirib o'tsam. Nega aynan BFD dasturi haqida gapirib bermoqchiman va bu sohada qanday tajribam bor? Mening ismim Ra'no, 7 yildan beri Yevropaning turli davlatlarida yashab kelyapman. O'zim IT rekruterlik bilan shug'ullanaman. Ya'ni hozirda dunyoning 68 ta davlatidagi kompaniyalar uchun IT va digital mutaxassislarini ishga yollashga yordam beraman. Bu sohaga kelishimdan avval O'zbekistonda chet elga o'qishga yuboradigan agentstvalarning birida ishlaganman. Hozirda rekruterlikdan tashqari turli ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek tilida blog yuritaman va kuzatuvchilarim menga yozgan 5 ta savoldan kamida bittasi Yevropaga qanday qilib ketsam bo'ladi, nima maslahat bera olasiz deb so'rashadi. Shunday ekan, Yevropadagi stipendiyalar, turli xil dasturlar, o'qish, ishlash va yashash haqida o'zim bilgan ma'lumotlarni siz bilan bo'lishmoqchiman. Agar sizga bu mavzular qiziq bo'lsa, albatta Instagram va YouTube'dagi blogimga obuna bo'lib qo'ying. BFD dasturiga qaytadigan bo'lsak, BFD bu Germaniyaning davlat miqyosidagi volontyorlik dasturi. To'liq nomini hozir ekranda ko'rib turibsiz. BFD bu shunchaki ish emas. Bu Germaniyaga borish, yangi tajriba orttirish, nemis tilini o'rganish imkoniyati. Bu dastur bo'yicha odamlar turli sohalarda ishlashlari mumkin. Masalan, ijtimoiy soha, kasalxonalar, qariyalar uylari, bolalar bog'chalari va maktablar. Ekologiya, tabiatni asrash loyihalari, hayvonot bog'lari, milliy bog'lar. Madaniyat, muzeylar, teatrlar, kutubxonalar, sport klublari va tashkilotlari va migrantlar hamda qochqinlarga yordam beruvchi integratsiya loyihalari. Endi eng muhim savol, BFDda kim qatnasha oladi? Ko'p holatlarda yosh chegarasi 18 yoshdan boshlanadi va yuqori chegara deyarli yo'q. Masalan, 55 yoshli mutaxassislar ham dasturda qatnashishlari mumkin. BFD dasturida chet el fuqarolari ularning fuqaroligidan qat'iy nazar ishtirok etishlari mumkin. Biroq masalan, O'zbekiston fuqarolari Germaniyaning viza va migratsiya talablarini bajarishlari albatta shart. Dasturning rasmiy saytida ko'rsatilgani kabi, nemis tili bilimingiz kamida A2 darajasida bo'lsa, bu sizga BFDda ishtirok etish uchun katta ustunlik beradi. Ayrim sohalarda ishlash uchun esa sizga B2 darajasi ham kerak bo'lishi mumkin. Masalan, kasalxonalar, qariyalar uylari, bolalar bog'chalari va maktablarda ishlash uchun siz albatta muloqot qilishingiz va buning uchun til bilishingiz kerak. Lekin shu o'rinda dastur rasmiy saytida nemis tili bo'lishi shart deb keltirilmagan va ba'zi loyihalar sizni juda yaxshi ingliz tili bilimingiz va ish tajribangiz asosida ham qabul qilishlari mumkin. Lekin yana bir bor aytib o'taman, nemis tili bilimingiz sizga bu dasturda qatnashish uchun juda foydali bo'ladi. Dastur odatda 6 oydan 18 oygacha davom etadi. Standart muddati esa 12 oy, ya'ni 1 yil. Va yana bir yaxshi tomoni, arizani yilning istalgan oyida topshirsangiz bo'ladi. Muddat cheklovi yo'q. Dastur ishtirokchilariga ko'pincha uy-joy va ovqat to'liq ta'minlanadi. Odatda yotoqxona shaklida. Jamoat transportida yurish uchun bepul chiptalar beriladi, tibbiy va ijtimoiy sug'urta bepul va nemis tili kurslari ham bepul. Dasturda ishtirok etish uchun vakansiya izlayotganingizda vakansiyada kompaniya sizni nima bilan ta'minlashi yozilgan va har xil kompaniyalar har xil imtiyozlar berishi mumkin. Shuning uchun vakansiyalarning o'zida shu ma'lumotni tekshirishingizni tavsiya qilardim. Bu yerda aytib o'tish kerakki, BFD bu Germaniyaga pul topishga ketish uchun dastur emas. Videoni boshida aytib o'tganimdek, bu volontyorlik dasturi. Ya'ni bu dastur sizga davlatda yashab, ishlab, til o'rganish imkonini beradi. Dastur ishtirokchilariga albatta oylik cho'ntak puli sifatida 600 yevrogacha to'lanadi. Qaysidir kompaniyalar oyiga faqat 300 yevro to'lashsa, qaysidirlari 600 to'lashadi. Bu katta miqdordagi pul emas albatta. Shuning uchun pul topishga ketmoqchi bo'lgan hamyurtlarim uchun BFD albatta to'g'ri kelmaydi. Yana bitta muhim tomoni, dastur odatda Germaniyagacha bo'lgan yo'l xarajatlarini, ya'ni aviachiptalarni qoplaydi. Lekin muhim tarafi, ba'zi tashkilotlar buni o'zlari hal qilishlari mumkin. Shuning uchun vakansiyaga ariza berayotganingizda shu savolni aniq so'rab olishingiz lozim. Endi ariza berish jarayoniga o'tsak. Birinchi qadam sizga mos vakansiyalarni topish. Buning uchun hozir ekranda ko'rib turgan rasmiy saytdan foydalanishingiz mumkin. U yerda mintaqa va soha bo'yicha vakansiyalarni filtrlash imkoniyati bor. Masalan, deylik, siz Berlindagi vakansiyalarga qiziqyapsiz va mana bu yerda Berlin deb yozib, o'z sohangizni tanlashingiz mumkin. Bundan tashqari, mana bu kabi hamkor saytlarda ham vakansiyalar e'lon qilinadi.
Xohlasangiz tashkilotlarga, masalan, kasalxona yoki qariyalar uyiga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilishingiz ham mumkin. Lekin tashkilotlar aynan BFD dasturida qatnashishlari lozim. Vakansiyani tanlaganingizda o'z qiziqishlaringizga, kelajakdagi kasbingizga va nemis tili darajangizga qarab tanlashni maslahat berardim. Agar nemis tili darajangiz boshlang'ich bo'lsa, kam muloqot talab qilinadigan loyihani tanlagan yaxshiroq. Vakansiyani topganingizdan so'ng quyidagi hujjatlarni tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Vakansiyalarning aksariyati uchun hujjatlar nemis tilida bo'lishi kerak. Shunday ekan, agar bu dasturga yaxshi ingliz tili va ish tajribangiz bilan hujjat topshirishni xohlasangiz, nemis tilidagi hujjatlarni yozish uchun va tekshirib chiqishlari uchun yordamchi yoki tarjimon topishingizni maslahat bergan bo'ladi. Birinchisi rezyume. U nemis tilida Yevropa formatida bo'lishi kerak. Eng qulay format bu Yevropass standartidagi rezyume. Rezyumeda albatta professional ish tajribangiz, til bilimingiz, o'qishingiz va diplomlaringiz haqida ma'lumot bo'lishi shart. Yevropass formatidagi rezyume uchun shablonni mana bu yerda topishingiz mumkin. Hamma sayt va qo'shimcha ma'lumotlarni sizga qulay bo'lishi uchun video ostida ham qoldiraman. Ikkinchisi motivatsion xat. U ham nemis tilida bo'lib, sizning motivatsiyangiz va ko'nikmalaringiz aniq ko'rsatilishi kerak. Agar ish tajribangiz bo'lmasa va rezyumengiz juda qisqa bo'lsa, motivatsion xatga ko'proq e'tibor berishingizni maslahat bergan bo'lardim. Xatda nega aynan shu vakansiya sizga qiziq? Sizni qiziqtiradigan vakansiyalar uchun qanday ko'nikmalaringiz bor? Ishingizni natijasini kompaniyaga qanday ko'rsatib berasiz kabi savollarga javob berishingiz kerak. Uchinchisi sertifikatlar. Agar bo'lsa nemis tili sertifikati yoki loyihaga aloqador boshqa kurslar haqida hujjatlar. Ayrim vakansiyalar uchun sudlanmaganligingiz haqida hujjat ham so'rashlari mumkin. To'rtinchisi tavsiya xatlari, o'qituvchi yoki avvalgi ish beruvchidan. Va beshinchisi xalqaro pasportingizni nusxasi. Pasport nusxasi suhbatdan keyingi bosqichlarda kerak bo'lishi mumkin. Hujjatlaringizni yuborganingizdan keyin tashkilot odatda 1 oy ichida javob beradi. Lekin 1 oy albatta standart emas. Qaysidir kompaniyalar 1 hafta ichida, qaysidirlar esa 2 oy ichida javob berishlari mumkin. Tanlov jarayoni bir necha bosqichdan iborat. Avval hujjatlaringiz tekshiriladi. Ba'zida universitetingiz yoki tavsiya bergan tashkilot bilan Germaniyadagi kompaniya bog'lanishi mumkin. Keyin aksariyat hollarda onlayn suhbat o'tkaziladi. U odatda 25-40 daqiqa davom etadi va ingliz yoki nemis tilida o'tadi. Bu sizning til bilimingizga bog'liq. Suhbatlar soni ham kompaniyalarga bog'liq. Qaysidir kompaniyalar bitta suhbat o'tkazsa, qaysidirlari 2-3 ta suhbat o'tkazishlari mumkin. Suhbatdan muvaffaqiyatli o'tsangiz, sizga shartnoma yuboriladi. U elektron shaklda imzolanadi. Shartnomani qo'lga kiritganingizdan so'ng viza rasmiylashtirish bosqichi boshlanadi. Buning uchun tashkilotdan olingan shartnoma yoki taklifnoma, turar joy tasdig'i, tibbiy sug'urta, to'ldirilgan viza anketasi va moliyaviy ta'minot tasdig'i kerak bo'ladi. Viza olish jarayoni va kerak bo'ladigan hujjatlar ro'yxatini Germaniyaning elchixonasidan aniqlashtirsangiz bo'ladi. Siz nemis elchixonasida ham suhbatdan o'tasiz. U yerda sizning motivatsiyangiz va rejalaringiz haqida so'rashadi. Butun jarayon vakansiya izlashdan tortib Germaniyaga yetib borishgacha odatda 3 oydan 7-8 oygacha davom etishi mumkin. Hammada har xil. Shuning uchun barcha qadamlarni oldindan kamida 6 oy avval boshlashni maslahat bergan bo'lardim. Endi esa muhim savoldan biri: BFD dasturidan keyin Germaniyada qolishingiz mumkinmi? Video boshida aytib o'tganimdek, dastur davomida birinchidan siz nemis tilini yaxshi darajada o'rganishingiz mumkin. Bu sizga Germaniya universitetlari yoki yaxshi ishga joylashishingizga yordam beradi. Dasturning ikkinchi afzalligi, dastur davomida siz professional sertifikatlar yoki kurslarni o'tashingiz mumkin. Bu esa kelajakda ish topishda katta yordam berishi mumkin. Uchinchidan, dastur davomida siz nemis mutaxassislari bilan ishlaysiz va ular sizga tavsiya xatlari berishlari mumkin. Bu esa universitetga kirishda yoki ish topishda katta ahamiyatga ega. Va nihoyat dastur tugagandan so'ng o'qish, ish yoki boshqa davlatdagi dastur orqali Germaniyada qonuniy qolishingiz mumkin. Ya'ni BFD bu shunchaki 1 yillik tajriba emas. Bu Germaniyada o'qish, ishlash va hatto doimiy yashash uchun real birinchi qadam bo'lishi mumkin. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, unga like bosing. Keyingi videolarda qaysi mavzularni yoritishimni xohlar edingiz? Bu haqda izohlarda yozib qoling va Instagram sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Chunki u yerda nafaqat foydali, balki Yevropadagi hayot haqida qiziqarli videolar bilan bo'lishaman. Ko'rishguncha xayr.